Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, hurmatli vatandoshlar. Sizlar bilan har doimgidek Jamiko'z kanali va sizlar bilan men Jamshid Uzoqov. Hurmatli do'stlar, hurmatli vatandoshlar, Jamiko'z kanalining ashaddiy muxlislar va obunachilari. Kechagina Robbimqul domlani Madina Munavvara shahrida vafot etgani haqidagi roliklar keng tarqaldi. Bugun esa Robbimqul domlani Madina Munavvara shahrida Baqiy qabristoniga qo'yiladigan oxirgi manzilga kuzatish dafn marosimlarini sizlar bilan birgalikda kuzatamiz. Haj safariga O'zbekistonda ellikboshi sifatida ketgan Rakati jome masjidi imom xatibi Robbimqul domla Madina Munavvara shahrida vafot etdi. U zot Baqiy qabristoniga dafn qilindi. O'zbekistonlik yetuk din ulamosi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qo'shni bo'lib muqaddas zaminda qoldilar. Olimning o'limi olamning o'limidir. Alloh rahmatiga olsin. Ilmli ilmga amal qilgan kamtar va ma'naviyatli inson edilar. Yaqinlariga, shogirdlariga va oila a'zolariga sabr va jamiyat tilaymiz. Sizlar bilan Jamiko'z kanali edi. Jamiko'z kanalini kuzatishda davom etinglar. Xayr, salomat bo'ling.